Hoji akalarning mahallasida men sizlarga zo'rin topib qo'ydim. Buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mana buni qaranglar, rakatdan Olsutuga shunaqangi fayzli uy topib qo'ydim. Ayniqsa mana buni qaranglar, fontanni qaranglar. Juda ham bir miyani dam oldirtiradigan bo'lgan. O'rtada mana shunaqa zilonli zona, olgan odam rayhon, atirgullarni ekib mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Uyimizdan fasadini qaranglar. Uyimizda naqd 10 ta xona, 2 ta hol. Bu yoq tarafda ham bemalol 2 etaj, tepalarida ham alohida oshxonalarigacha qilingan xonalar bemalol yetadi. Ikkita oila mazza qilib yashash uchun barcha qulayliklar mujassam qilib qo'yilgan. Mana shunaqa zakritli parkovkasi bor. Bu yoqda bemalol ikkita mashina sig'sa, tashqarida ham bemalol navesosida yana ikkita mashina sig'adi. Ana endi sizlar bilan bu binodan boshlaymiz. Qani ketdik bo'lmasam. Bu esa bizning uyimizning hol qismi. Bilasizlar-ku, bizning o'zbeklarga kirib kelishinglar mana shunaqa keng hol bo'lsa yoqadi. TV zonalarga joy tashlab ketilgan mehki zonalar ana endi kelinglar sizlarni bu uyimizning mehmonxonasi bilan tanishtirib beraman. Mehmonxonamizni o'zingizlar bitta baho beringlar. Xuddi shunaqa razmerda buni tepasida ham ikkita, ya'ni bu uyimizda ikkita mehmonxona kelinglar. Keyingi xonalarni tanishtirib beraman. Bu gostivoy sanuzel, shuni yonginasida yana bitta. O'zi bu birinchi etajimizning spalnisi. U egalar mana shunaqa mehki zona qilib qo'ygan. Buni o'zining ichida sanuzellar bor. Ana endi oshxonaga olib o'tdim. Oshxonamizda yo'qsa, ayollarimizni shu joyda bitta yurishini qizartirib qo'ysizlar. Menga oshxonamiz juda ham yoqdi. Qaranglar. Oshxonani kengligi alohida bitta masala. Ko'rasizlar, o'rtada stolchinilar ko'rasizlar. Juda ham chiroyli. Ana endi kelinglar. Oila davrasida taomlarni mazza qilib o'tirish uchun mana shunaqa yana bitta xona ajratilgan. Ko'rasizlarmi? Gap so'z yo'q. Bu yoqda qaranglar, hovliga ham chiqib ketsanglar bo'ladi va narigi zdaniyaga ham o'tib ketsanglar bo'ladi. Inshaalloh bu uyimizning to'liq videosiga to'xtaladigan bo'lsak, Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Shundoq profilda silka turibdi, Telegramga o'tsanglar bo'ladi. 10 ta xona eksklyuzivniy uy, rakatdan uy qarab yurgan do'stlarga bu videoga bitta like bosib, tezda o'ziga jo'natib qo'yinglar. To'liq video obzor Telegramda sizlarni kutyapti.